Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Bilasizlar, o'zlaringiz islom dini ko'rinishida, islom dini buyruqlarida qo'shnini haqqi. Bir odam kelib menga xafa bo'ldiki, domla, qo'shnim imoratini shunaqangi baland qilib qurdiki, bizda bir 2 sotiq joy, 1,5-2 sotiq joy mutlaq salqin bo'lib qoldi. Bu yil toklarim yaxshi ko'karmadi, hosil ololmadim. Mana shunday bir odamlarga ko'proq qo'shnilar haqida gapirib tursalaringiz bo'lar ekan deb iltimos qildi. Hammalarimiz bilamizki, inson yolg'iz yashamaydi. Uni atrofida oilasi, qarindoshlari, shu bilan birgalikda kundalik hayotda eng yaqin turgan kishilarda birinchisi insonlarda qo'shnilari bo'ladi. Xursandchiligini ham, musibatini ham eng birinchi o'rinda qo'shnisi ko'radi. Shuning uchun islom dini qo'shnichilik masalasiga alohida e'tibor qaratgan. Bilasizmi? Uni iymon va axloq mezonlaridan biriga aylantirgan. Ya'ni insonga iymon qanchalik qadrli bo'lsa, qo'shni ham shu darajada qadrli bo'lishligi kerak. Endi kelinglar bir oyatdan o'rganaylik. Alloh taolo Niso surasini 36-oyatida shunday marhamat qiladiki, Allohga ibodat qilinglar va unga hech narsani sherik qilmanglar. Ota-onaga, qarindoshlariga, yetimlarga, miskinlarga, yaqin qo'shnilarga, uzoq qo'shnilarga, yoningizdagi safardosh, hamkasb, do'sti birodarlarga, musofirga va qo'lingiz ostidagi, qaramog'ingizdagi odamlarga yaxshilik qilinglar deb Alloh subhanahu va taolo o'zini muborak oyatida mana shunday bizlarga go'zal ta'limotni beryapti. Alloma Shayx Sha'roviy rahimahulloh ushbu oyatni sharhlab aytadilarki, Alloh taolo bu oyatda qo'shnini 2 turga ajratgan. Yaqin qo'shni, uzoq qo'shni. Ulamolar bu haqda ikki xil fikr bildirishib, ba'zilari yaqin deganda qarindosh qo'shnini, uzoq deganda begona qo'shnini nazarda tutsa, ba'zilari yaqin turadigan, uzoq turadigan qo'shnilarni nazarda tutishgan. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu oyatda qo'shnichilikni dindan, millatdan, yaqinligidan qat'iy nazar keng ma'noda qamrab oladi va shu bilan birgalikda har bir musulmon odam bu qo'shnichilikni o'zini joyiga qo'yish kerakki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarini muborak hadislarida Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan odam qo'shnisiga yaxshilik qilsin deb yuqorida aytganimizdek iymon darajasida qo'shniga yaxshilik qilish talab etiladi. Endi Jabril alayhissalom kelib qo'shni haqida shunchalik ko'p tavsiya qildiki, hattoki men uni qo'shnini merosxo'r qilib qo'yarmikin deb o'ylab qoldim deb payg'ambar alayhissalom marhamat qilyaptilar. Shuning uchun mana bu o'rinlarda mehmonni hurmat qilish kerak, yaxshi gap gapirish kerak. Agar gapi xayrli bo'lmasa, jim turish kerak. Va shu bilan birgalikda qo'shnisiga ham xayrli bo'lsa, xayrli gapi bo'lsa gapirsin, ozor beradigan bo'lsa
ozorlar bo'lsa, qo'shnisiga gapirmaslik kerak, ozor bermaslik kerak. Shuning uchun Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohning nazdida do'stlarning eng yaxshisi o'z do'stiga eng yaxshi muomala qilguvchisidir. Alloh nazdida qo'shnilarning eng yaxshisi esa o'z qo'shnisiga eng yaxshi muomala qilguvchisidir dedilar. Bir odam ko'p ibodat qilsa, takror hajga, umraga borib kelsa, lekin tilidan qo'shnilariga ozor yetsa, payg'ambar alayhissalom bunday odamlar jahannamdadir dedilar. Bir odam kelib bir ayol haqida kam ibodat qiladi, lekin qo'shnilariga, odamlarga ozor bermaydi deganlarida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam u jannatdadir dedilar. Demak, bu hadisdan ko'rinib turadiki, ibodatning ko'pligi yolg'iz o'zi yetarli emas. Agar odam tilidan, qo'lidan qo'shnisiga ozor bersa, u qilgan ibodatlari unga bunda foyda bermaydi. Shuning uchun azizlar, amaliy saboq ozor bermaslik, so'zi bilan, ovozi bilan, hidi bilan, axlat yoki boshqa har qanday yo'l bilan qo'shniga bezovtalik yetkazmaslik kerak. Yaxshilik qilish, tansiq ovqati bo'lsa, og'ir kunlarda olib chiqib yedirib ichkizish kerak. Hurmat, ehtirom, uni sir asrorlarini berkitish kerak, g'iybat qilmaslik kerak. Qo'shnisidan aytaylik bir yomonlik yetib qolsa, sabr qilish kerak. Shuning uchun azizlar, qo'shnichilik faqat ijtimoiy haq emas, ijtimoiy odob emas, bevosita, esimizdan chiqmasin, bu iymon masalasidir. Ya'ni iymon qanchalik musulmonga qadrli bo'lsa, qo'shni ham shu darajada qadrli bo'lishligi kerak.